Meni kuzatib borayotgan muxlislarim, hozir men internetda bir narsani ko'rib qoldim. Bir cho'pon bola fizika olimpiadasidami o'shanda birinchi o'rinda olibdi-da. Endi o'sha olim buni surishtirsa, bir cho'pondan chiqqan, onasi uy bekasi bo'lgan-da. Keyin hayron bo'lib, hali olim kelsa, uni uyda yaxshi gaplar gapirishgan ekan, o'shaning uchun u olim bo'lgan deyapti. Aslida unaqa emas-da. Bizning ota-bobolar buyuk odamlar bu. Biz ota-bobolarimiz buyuk nimaga desalar, Ibn Sinolar bekordan bekorga Ibn Sino bo'lib chiqmagan-da. Bu yerda mukammal kitoblar kam bo'lgan, boshqa bo'lgan. Ibn Sinoni ham yoki boshqa olimlarimizni ham, falaklash olimlarimizni ham barchasini tasavvuf ilmi bo'lgan-da, chunki ular musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lgan odamlar mukammallik ilmlarga haqiqiy chin dildan, qalbidan bo'lsa, uni ham turkiy bo'lish kerak. Mukammal ilmlarga ega bo'lishi mumkin-da. Misol mana bunaqangi ateist, bunaqangi odamlar hech qachon bunaqangi bir mukammal ilmga ega bo'la olmaydi. Misol uchun Ibn Sino bitta o'tni, mana misol uchun mana shu semizot bo'ladigan bo'lsa, buni yeb turib, misol ichida misol uchun aytib berish kerak-da. Meni balkim mana unga dori, urug'im monga dori, mana bu narsa monga dorida aytib berish kerak-da. Hozirgi ChatGPTga narsa tashlasangiz aytib beradi, mana unaqa tarkibini. Bunga ham aytib berish kerak-da. Buni bittani o'rganguncha petlarda texnologiyalar bo'lmagan hech qanaqangi. Buni bir ko'rishda Xudo ilm bergan, shunday ko'ribdi, semizot urug'i nimaga dori, bargi nimaga dori, tanasi nimaga dori, tomiri nimaga doriligini o'sha zahotiyoq bilgan-da. U har qanaqangi misol o'simliklarga, daraxtlarga qaraganda Alloh diliga solgan-da. Buni ateistlar tushunmaydi-da. Bu ilmga ega bo'lish uchun bir anchagina bir Xudo bergan odam bo'lish kerak-da. O'sha cho'pon bola ham bir yaxshi bir Xudoga yaqin inson bo'lganligi uchun, qalbi pok bo'lganligi uchun o'sha narsaga ega bo'lgan-da. Bu narsalar hech qanaqangi bir ajablanadigan narsa emas-da. Bu narsalar faqat turkiylardan chiqadi. Biz avlod o'sha turkiy avlodlardan, shu o'zbek, turkiy, qozoq, qirg'izlardan chiqishi mumkin. Qolganlardan chiqmaydi. Arabdan ham chiqmaydi ancha-muncha. Shuning uchun qachon qarasam men o'sha Yevropani olimlarining kitoblari tarjima qilib yotibdi, o'zimiz turkiylarga, birodarlar. Yevropani kitoblarini o'qiganlar bor, ularni oxirini yoki zohirini, botinini tushunadigan odamlar emas. U kallasiga kelganini yozavergan-da. Uni to'g'ri deb olganlar adasharman. Dunyoda nimaga misol ateistlarni mana olib borgan ishlari barchasi noto'g'ri bo'lib chiqadi, chunki o'zlari yozgan-da. Shuning uchun o'sha biz turkiy ota-bobo kalonlarimizni kitoblarini o'qisalaring, o'shalar ular avvaliy, oxiriy, zohiriy, botiniy narsalar tushunganligi uchun u shunaqangi narsalarni yozgan, dunyoga foydasi keladigan kitoblarni boshqalarni yozgan-da. Shuning uchun o'shanaqangi ateistlarning narsasini tarjima qilganda mana shu o'zimizni ota-bobolarimizni kitoblarini o'qib, o'shalarni nima deyapti, o'shalar tushunsalaring, juda katta ilmlar bo'ladi. Dunyo tinchlanadi, O'zbekistonimiz ham yaxshilanadi. Bunaqangi bir ateistlar narsasini o'qib olib, bir ateistik narsalarga fikrlagandan ko'ra, shu o'zimiz ota-bobolarning ilmlariga fikrlanglar.